Navbatdagi savolimiz judayam chuqur diqqat hamda xotirani talab qiladigan masala. Bu yerda o'ng tomondagi ikkita qismdan javoblarda berilgan qaysi shaklni hosil qilish mumkin deb savol berildi. O'ng tomondagi ikkita qismdan. Demakki, mana bu qism bilan mana bu qism ikkalasi birlashishi kerak. O'shanda quyidagi shakllardan qaysi biri hosil bo'ladi? Avvalo, e'tibor bering. Mana bu yonchasiga turgan T shaklidagi shakl mana bu yerga joylashishi kerak bo'ladi. Shunda nima hosil bo'ladi deyilsa, mana bu yashil doira bilan ko'k, mana bu qizil do'rtburchak, mana bu yerga yashil doira bo'lib tushadi, mana bu yerga esa qizil mana bunday g'isht shakli, ya'ni to'rtburchak tushadi. Shuni tasavvur qilib olsangiz, javoblarni topish ancha osonlashadi. Keyingisi, chizib olmasdan diqqat e'tiborni o'zi bilan sanash orqali boshlaymiz. Deylik, birinchi xato javoblar aniq bo'lgan tomonni qidiraylik. Masalan, mana bu yerda 4 ta plyus ketma-ket ko'rsatilibdi. Shunaqa bo'lishi mumkinmi? Ya'ni 4 ta plyus bunda hosil bo'lishi mumkinmi? Noto'g'ri javoblarga birinchi e'tibor qaratsak, to'g'ri javobni topishimiz, tasdiqlashimiz oson bo'ladi. Xo'p, mana bu yerda plyus bor. Mana bu yerga plyus tushadimi, yo'qmi? Yoki mana bu yerga tushadimi, yo'qmi? Shunisiga qaraylik. 4 ta plyus bo'lishi uchun. Qaraymiz. Mana bu shakl tiklanadigan bo'lsa, men belgi qo'ygan joyi pastga qizil g'isht belgisi tushar ekan. Mana bu yerga esa ko'k, ya'ni yashil dumaloq. Demak, pastida bo'lmasligi aniq. Mana bu yerga plyus tushishi mumkinmi? Ha, tushishi mumkin. Lekin uni yonida yashil dumaloq bor. 4 ta ketma-ket emas. Hech bir tomondan 4 ta ketma-ket bo'lish imkoniyati yo'q. Demak, bu javob emasligi aniq bo'ldi. Keyingisi, deylik, D javobni ko'raylik. 3 ta plyus belgi mana bunday yarim aylana darajasida shaklda tushar ekan. Shunaqa bo'lishi mumkinmi? Bitta dumaloqning atrofida. E'tibor beramiz. Hozir mana bu yerga yashil dumaloq aylanib kelib tushsa, buni atrofini bu qoplashi mumkin ekan. Mana shunday. Mana bu ikkita plyus bu yerga va bu yerga tushadi. Demak, bu bo'lishi nisbatan mumkin, ehtimoli bor ekan. Xo'p, unda to'rtburchak g'isht va plyus ketma-ketlikda mana bu yer to'g'ri kelyapti. Demak, birinchi qator qanday bo'lish kerak ekan deyilsa, buni tiklab qo'yadigan bo'lsak, plyus, to'rtburchak, yana plyus, dumaloq. Juda yaxshi. Keyingisi. Mana bu shakl, ya'ni yashil dumaloq. Keyingisi plyus bo'ladi. Mana bu belgi, mana bu yerga tushganligi uchun plyus bo'ladi. To'g'ri keldi. Keyingisi yana plyus. Bunda esa qizil to'rtburchak. Demak, bu ham emas ekan. Bitta to'g'ri kelmadimi? Xato hisoblayverasiz. Deylik, eng boshdagi javobni ham ko'raylik. A javobini ham. Birinchisi, ketma-ketlik mana bu to'g'ri keladigan qismini topishimiz kerak. Unutmang, bu shakl har xil tomonda turgan bo'lishi mumkin. Deylik, u mana bu tomondan yoki bu tomondan yoki bu tomondan to'g'ri kelayotgan bo'lish ehtimoli bo'ladi. Shuning uchun birinchi ketma-ketlikni o'qiymiz. Qanday ekan deyilsa, eng tepasi, ya'ni mana bu. Plyus to'rtburchak, yana plyus, yana yashil dumaloq. Xuddi shunaqa tomoni bormi? Plyus, qizil to'rtburchak, plyus, dumaloq. Bor ekan. Keyingisi, agar buni tiklab qo'ysak nima bo'ladi? Yashil 2 ta plyus va uchinchisi bilan 3 ta plyus bo'ladi. Shunday bo'lishi mumkinmi? Ha, mana, yashil 3 ta plyus. Xo'p, tasdiqlandi. Davomi. Keyingisi, qizil to'rtburchak va yashil dumaloq. Yana 2 ta qizil to'rtburchak bo'lish kerak ekan. Qizil to'rtburchak. Keyingisi nima bo'ladi? Yashil va yana qizil to'rtburchak tushadi. Mana bu yerga bu aylanib kelganligi sababli. Demak, bu to'g'ri keldi. 75% to'g'ri keldi, ya'ni 4 dan 3 qismi. Oxirgi qismini tekshirib qo'yamiz, chunki oxirgi qismi farq qilish ehtimoli bor. Keyingisi qanaqa bo'lish kerak ekan? Mana bu tagidagidan bir xil bo'lish kerak bo'ladi, chunki biz birinchi qavat tekshirdik, to'g'ri keldi, ikkinchi qavat tekshirdik, uchinchi tekshirdik va oxirgi qismi qoldi. To'rtburchak, yashil dumaloq, plyus va yana yashil dumaloq. To'rtburchak, yashil dumaloq, plyus va yashil dumaloq. Bularning hammasi aniq to'g'ri keldi. Bizning shaklimiz mana bu shaklda, ya'ni yonchalab qo'yilgan ekan, bu tomonga to'ntarib qo'yilgan bo'lgan. Endi biz buni to'g'rilangan holatda tasavvur qilsak, aynan shu shakl kelib chiqadi. Demak, javobimiz aniq bo'ldi. Boshqalarini tekshirib ham o'tirishimiz shart bo'lmaydi. Ikkita xato javob ko'rdik, mana bu buni va to'g'ri javobimiz A javob ekanligini biz qavatma-qavat tekshirib turib aniqlab oldik.